Ota-onasiga bordim. Qizing karisga tekkan desam, "Voy, meni qizim fiktivniy brak qilib tekkan. Nima deyapsiz?" deb turib meni yengishdi. Gapiring. Urug'i eshitsa, o'sha Namanganlik meni xotinim bo'lgan. Eshit. Urug'ing bormi o'zi? Bir zotingda erkak bormi eshitsa? Gapiring, qizini eshitib olsin. Gapiring. Umuman aloqasi yo'q joyga xotin chiqib yomonlagan. Gapir. Avaz aka hijobda Nurepanga qo'ymaydi-yu deyapti. Hijob o'rarmidi? Gapir. Hijobli rasmini tarqatyapti. Internetda hijobli rasmini qo'yapti. O'sha qiz Koreyada hijob o'rab yurarmidi? Ayt. Yo'q, hijobda yurmagan. Koreyaga kelgandan beri men hijobda ko'rmaganman. Koreyada hamma biladi uni hijobsiz yurganini. Prosta u O'zbekistondagi tushgan rasmlar ular, to'g'rimi? Ana. Nima shu yo'ldan qaytarmading sen, beparasat? Qaytarishga aka shuncha harakat qildim. Tunyasim uydagilar qo'ymasdi, pul jo'nat deb qo'ymasdi u bechorani ham. Uydagi kim o'sha? Shuncha harakat qildim. Kim o'sha uydagilar?